Akalar, mana ish jarayonini ko'pchilik so'raganini qo'yishdi. Hozir bitta-bitta tushuntirib qo'ya qolay. Mana shu narsani istoriyaga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerda datchik qotirganmiz, o'zi ochib, mitchik bilan. Mana bunaqa mitchiklar bilan qotirganmiz. Xo'sh. Bu yerda bitta relay qo'yganmiz. Relayni cherezlama yoki tramvay qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu relayning oldida oq qalin sim o'tgan mana o'sha tramvay plyuska ulasa bo'ladi. Agar relay turib cherezlama qilsangiz, bu yerda babinani plyusiga ulasa cherezlama bo'ladi. Hop, datchikka bu yoqqa sim olib kelib, massani mana bittasiga datchik, bittasiga massa ulaysiz, mana motordan massa olib, bittasini bu yerdan relaydan olib kelasiz. 86 ni olib kelasiz. Ventilatorda ham bitta simini kuzovga berib qo'yasiz. Plyusini relaydan chiqarib olaysiz. Shunda hozir tayyor. Teng joyga relayni anaqa ventilator joyiga qo'ying. Elektron ventilator joyi shundoq birga-bir tushadi, zazorlari hamma joyi. Uy sharoitida qilsangiz ham bo'ladi. Damaschi labochi tashab qo'yamiz.